Assalomu alaykum hammalarga. Mana texnik shart atkaz kelyapti deysizlar, yangi joyga bermayapti deysizlar. Mana qo'limizga hudud gaz poytaxt tomonidan chiqarilgan, hudud gaz AJ tomonidan chiqarilgan texnik shart tushib qoldi. Qulay soz mas'uliyati cheklangan jamiyat. Texnik shart raqami 177 695 31-iyul 2025-yil bilan chiqarilgan. Bu yozyapti mana Mamitda Aysel sklatini to'g'risida deyapti. 4 ta somsa tandirga berilgan deyapti. Yana eng qiziq joyini aytaymi sizlarga. 16-punktida shartnoma raqami 54214 gaz jihozlarini modernizatsiya qilish. Yana bitta eng zo'r joyini aytaymi men sizlarga. 10 metrdan gazga ulansin deyilganda, mana topinglar, men o'z qattaman. Mana men Ayselni to'g'risidaman. Mana o'sha chiqarib berishgan joyligi. 4 ta somsa tandir, yog' ketashli. Xolasanglar 10 metr u yog'iga, 10 metr bu yog'iga yuraveraman. Hech qayerda gaz turba yo'q. 57 talik gaz quvuriga ulansin deyilgan. Bitta ham joyida gaz turba yo'q. Ya'ni eng qiziq joyini aytaymi? Shartnoma raqami deyishganda, modernizatsiya qilish deyishganda, modernizatsiyani tushunmayman. Bu quruq yerga menimcha adashmasam 1,5 oy oldin hokimiyat tomonidan urug'ur bilan qurilgan joy. To'g'ri, kadastri bor, lekin oldin bu yerda gaz ham bo'lmagan, gaz shartnomasi ham bo'lmagan. Ayselni to'g'risi. Hudud gaz AJ hech kimga bermayapsizlar, lekin mana Mamitda mana shunaqa texnik shartlar kelib qolyapti qo'limizga. Xudo xolasa tez kunda kutib boringlar. Hudud gazi o'ziga borib, mana shu butun xalqqa, tadbirkorlarga bermayapsizlar texnik shart, lekin mana shunaqa joylarga beryapsizlar. Mana shu bo'yicha tushuntirish berishinglarni so'raymiz.